Angren shahrida aholini ish bilan ta'minlash maqsadida qurilish sohasi malakali mutaxassislarni tayyorlash markazida mehnat yarmarkasi o'tkazildi. Batafsil hozirgi lavhamizda. Mehnat yarmarkasida shahar hokimi Alisher Raimov ishtirok etdi va hududda faoliyat olib borayotgan 200 dan ziyod sanoat korxonalari, tadbirkorlik subyektlari, ularda mavjud bo'sh ish o'rinlari hamda xorijda mehnat qilish imkoniyatlari to'g'risida so'z yuritdi. Toshkent shahridagi ishlab chiqarishdan vakil sifatida keldik. Bugungi kunda ishlab chiqarishimizda 1000 ga yaqin bo'sh ish o'rinlari bor. Masalan, ularning ichiga svarshiklar, yig'uvchilar, operatorlar, yuk tashuvchi, ya'ni oddiy mutaxassislikdan tortib, oddiy ishchilarga jon bo'lgan vakansiyalarimiz mavjud, bo'sh ish o'rinlarimiz. Shularga ishchilarni taklif qildik. 20 ga yaqin shartnomalar tuzildi bugungi kunda. Xohlasa endi bu ishchilarni qatorini kengaytirish maqsadida shahar yarmarkalarni ko'paytirish maqsadida ish olib boramiz. Maktab bitirgan bolalarni ham ishga olaveramiz. Oylik maoshlari shu 3,5 milliondan bemalol boshlanaveradi. Xudo xolasa undan yog'in mutaxassislikka qarab, masalan, svarchiklar o'sha migratsiya bo'yicha berilayotgan hamma ishchilarga yaqin bo'lgan oyliklarni ham, masalan, metal konstruksiya zavodimizga shunaqa oyliklar bilan taklif qilamiz ishlar. Shuningdek, yarmarkada Angren shahar kambag'allikni qisqartirish va bandlik bo'limida ro'yxatdan o'tgan ishsiz, band bo'lmagan hamda hokim yordamchilari tomonidan jalb etilgan chet elda ishlash istagini bildirgan fuqarolar ham qatnashdilar. Bundan tashqari Oqqo'rg'on tumani kasbiy ko'nikmalar markazi Angren filiali xodimlari va bitiruvchilari ham tadbirga jalb qilindi. Mehnat yarmarkasida xorijda ishlash istagi, umuman mahalliy mehnat bozorida ishlash istagida bo'lgan fuqarolar uchun keng miqyosda suhbatlar, ish beruvchilar bilan mehnat yarmarkalari bo'lib o'tdi. Fuqarolar o'zlarini qiziqtirgan barcha savollarga ish beruvchilardan javob olib, ish jarayonlari, mehnatga haq to'lanishi, ish sharoitlari, talablar haqida to'liq ma'lumotlarga ega bo'lishdi. Migratsiya agentligi tomonidan taklif qilinayotgan mavjud bo'sh ish o'rinlari bo'yicha qiziqish bildirgan fuqarolar uchun migrantlarga yaratib berilayotgan imtiyozlar, so'nggi olib borilayotgan jarayonlar haqida tashrif buyurganlarga to'liq ma'lumotlar berildi. Jarayonda mahalliy ishlab chiqaruvchilar bilan bir qatorda Latviya, Litva, Estoniyadan kelgan kompaniya vakillari ham o'z ish o'rinlarini taklif etishdi.